Hozir bilasizmi nimaning foydasi qolmadi? Mashina haydash foydasi qolmadi o'zi. To'g'risi, ko'tara xarajat bo'lib qoladi o'zi. Yo oldin mana foydasi bor edi. Oldin mana bemalol haydab, uzoqda yaqin qilib bemalol haydovchilar qo'rqmasdan haydardi-da. Hozir qo'rqib haydayapti-da o'zi. Radar bormi yo'qmi, tushdimmi yo'qmi radarga qo'rqib haydayapti-da o'zi. Ayniqsa mana bu uzoqroq safarga borib keladiganlar, mashinasi bilan borib kelsa, uyi kelgandan keyin yuragini hovuchlab o'tiribdi-da. Besh pul jarima kelar ekan deb yuragini hovuchlab o'tiradi. Qarang, jarima keladimi, yo'qmi deb qo'rqmayapti. Nech pul kelar ekan deyapti. Chunki kelishi aniq-da uni. Aniq keladi jarima. Shu nech pulliki o'sha nech pul keladi deb bechora qo'rqib o'tiribdi-da. Kelgandan keyin u summani ko'rib, keyin o'zini so'kadi-da u.